Og'alar, assalomu alaykum. Jack M4 pрошивка под gaz qilindi. Og'adan bir atziv beraylik, eshitaylik. Akajon qanday? Assalomu alaykum, hammaga hurmatli kuzatuvchilar. Jack M4 mashinamizni olib kelgan edik pрошивкаga. Hop. Отзывы zo'r chiqdi, xudo xolasa yomon emas ekan. Akamiz pрошивка qilib berdilar. Shofer kontimi? Peshkudan, Jondordan kelib Peshkuga nima qilib ketamiz? Nima deydi buni? Pрошивка qilib ketamiz. Juda ham yoqdi. Gap yo'q. Qo'llari tavsiya qilaman shu kishiga kelishlaringizni. Gap yo'q akajon, gap yo'q. Shofer kon dedingiz, bu yoqda ham zo'r ustalar bor lekin faqat inomarkalarga qiladilarmi yo'qmi bilmayman lekin. Sog' bo'linglar, xizmatlarimizda. Salomat bo'linglar. Lokatsiyani profilda qoldiramiz. Bor, telefon nomer bor. Salomatlik. O, mashina yengil bo'ldimi axir? Yengil bo'ldi, juda ham. Mana 3000 оборотda 110 ga chiqyapti. Mashinaga tiyaga tortish kuchi bor-a? Tortish kuchi bor ekan. Hammasi zakonda bo'ldi. Gap yo'q, gap yo'q. Hammasi shu bo'ldi. Maslahat beraman, kelishlaringizni aytaman. Gap yo'q. Yolg'on emas, rosti hammasi. Yolg'on joyi yo'q bu yerda. Reklamada yolg'on joyi yo'q. Tonish bilishlik yo'qmi? Tonish bilishi yo'q. Men o'zim Jondordan bitta akadan nomerini olib, kelib bir martada qildirib ketaman. Yarim soat ichida bitirib ketaman ishimni. O'g'ala salomat bo'linglar. Rahmat e'tiborlar uchun.